Po'lat Bobojonov lavozimidan ozod etildi. Joriy yilning 3-mart kuni Ichki ishlar vaziri lavozimida 7,5 yil xizmat qilgan Po'lat Bobojonov lavozimidan ozod etildi. Bobojonov Po'lat Razzoqovich 1961-yil 1-yanvarda Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida tug'ilgan. U 1977-1982-yillar Toshkent davlat universitetining yuridik fakultetida o'qigan. 2017-yildan buyon Ichki ishlar vaziri sifatida ishlab kelayotgan sobiq vazir bungacha Xorazm viloyati hokimi, Buxoro viloyati prokurori, Jizzax viloyati prokurori, Bosh prokuraturaning soliq va valyuta jinoyatlarga qarshi kurash departamenti boshlig'i, O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritgan. Shuningdek, u 2024-yilning 25-avgust kuni prezident farmoniga ko'ra milliy manfaatlarni himoya qilish, qonun ustuvorligi va jamoat tartibini mustahkamlashdagi xizmatlari uchun 1-darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Xo'sh, Po'lat Bobojonov ichki ishlar vaziri lavozimida faoliyat olib borgan yillari bu tizimda qanday o'zgarishlar kuzatildi? So'nggi yillarda ichki ishlar boshqarmasida korrupsiya bilan bog'liq holatlar kamaydimi? Ushbu tizimdagi shaffoflik va OAV bilan ochiqlik qay darajada bo'ldi? Rost 24 shu kabi savollarga javob izladi. Prezidentning 2017-yil 4-sentyabrdagi farmoni bilan Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Po'lat Bobojonov o'zining faoliyati davomida 2016-yildan keyin tayinlanganlar orasida OAVdan uzoq vazir sifatida tanqid qilingan. Bu haqida BBC nashri ham Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni O'zbekiston hukumatidagi matbuot va mahalliy jurnalistlar uchun eng yopiq bo'lgan amaldorlardan biri sifatida qayd etgan. Shundan so'ng 2022-yilda Ichki ishlar vaziri tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanlarida jurnalistlar vazir Po'lat Bobojonovning ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazmasligi sababini so'rashgan. Vazirlik matbuot kotibi Shohrux G'iyosov shunday izoh bergan. Vazirimiz yil davomida 2 marta Senatda jamoatchilik oldida hisobot beradi. Bu jarayon doimiy ravishda yoritib boriladi. Shuningdek, vazirimiz viloyatlarga safar qilganda mahalliy OAV vakillari bilan uchrashib, ularning savollariga javob beradi. Balki biz bu jarayonlarni yetarlicha yoritib beryapmiz. Shuning uchun bunday savollar paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga 2022-yilda bloger va publitsist Shokir Sharipov ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilib, Toshkent shahrida 1 kishilik piket o'tkazgan. U o'zining fuqarolik pozitsiyasi tufayli ayniqsa Qo'qondagi ichki ishlar boshqarmasi muassasasida 15 yoshli bolaning o'ldirilishi munosabati bilan shunday qilganini ta'kidlagan. Vazirlik matbuot kotibi esa vazirning jamoatchilik fikridan xabardor ekanini va ijtimoiy tarmoqlarni muntazam kuzatib borishini ma'lum qilgan. Shuningdek, 2023-yilning 10-iyul kuni Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasida tergov qilinayotgan 21 yoshli yigit 4-qavatdagi hojatxona derazasidan o'zini tashlab, olgan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. Advokat Abdumalik Abdullayevning xabariga ko'ra, tergovga qadar tekshiruv hujjatlari bilan tanishgan Chilonzor tuman prokurori holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 208-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. 2024-yil 19-iyun kuni Toshkent viloyati Bekobod tumanida sudda janjal ko'targan 33 yoshli fuqaro ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgandan so'ng binoga kirish yo'lagida hushidan ketgan. Shifoxonaga olib borilgandan so'ng vafot etgan. Ichki ishlar boshqarmasi buni favqulodda holat sifatida ko'rgan va har bir xodimning harakatlari tekshirilgan. Sud tibbiy ekspertizasi tayinlanib, prokuratura organlari tekshiruv olib borgan. Yuqorida tergovga jalb qilinganlarning o'limi bilan bog'liq bir ikkita misol keltirdik xolos. Bu hali hammasi emas. Jumladan joriy yilning o'zida ham ichki ishlar boshqarmasidan ikkita gumondorning jasadi chiqqan. 15-fevral kuni ichki ishlar boshqarmasi jazoni ijro etish departamentining Olmaliqdagi 14-sonli koloniyasidan 21 yashar Muhammad Qodir Po'latovning jasadi topilgan. Marhumning onasi 26-28 yanvar kunlari o'g'li bilan uchrashgan va bolasining sog'lig'ida hech qanday muammo bo'lmaganini aytgan. Uning fikricha, o'g'li badanda qiynoq izlari, elektroshoker iziga o'xshagan chiziqlar bo'lgan. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra Muhammad Qodir yurak ishemik kasalligidan vafot etgan. Lekin onaning fikricha bu holat tasodif emas. Endi ikkinchi holatga e'tibor qaratsak, 15-fevral kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida 42 yoshli ayol va uning bolasi o'ldirilib ketilgan. Uyi esa yoqib yuborilgan. Bunda gumonlangan Tohir Hayitov 23-fevral kuni Uzun tumanidagi yashash uyidan tergovga olib ketilgan. Oradan 2 kun o'tib 25-fevral kuni uning jasadi oilasiga topshirilgan. Hayitovning murdasi Sarayo'sa tumanidagi o'likxonadan topilgan. Marhumning o'g'li ushbu tergov davomida hech qanday sabab ko'rsatilmagan holda otasini tuhmat va bo'xton bilan qiynoqqa solishgani hamda turli xil yo'llar bilan jinoyatni bo'yniga qo'yishmoqchi bo'lishganini bildirgan. Otamni 2 kun o'tgach, kecha 25-fevral kuni yurak xurujidan vafot etdi deyishdi. Vaholanki otamning sog'lig'i bilan umuman muammosi bo'lmagan. Fermer odam kuni dalada o'tar edi. Deydi otasining sog'lom bo'lgani va salomatligidan hech qanday shikoyat qilmaganini aytgan o'g'li. Shu bilan birga ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining vafot etish holatlari ham kuzatilgan. Ma'lum
Manbalarga ko'ra, 2022-yilning 10 oyi davomida 25 nafar xodim vafot etgan. Shundan 9 nafar yo'l transport hodisasi oqibatida, 16 nafar esa xizmat vazifasini bajarish vaqtida hayotdan ko'z yumgan. 2019-yilning oktyabr oyida ichki ishlar organlari xodimlarining bayram arafasida O'zbekiston Milliy axborot agentligi muxbiri sobiq ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov bilan suhbatlashadi. Suhbat davomida sobiq vazir korrupsiyaga qarshi qat'iy kurash olib borayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, korrupsiya davlat nufuziga, iqtisodiyotga va xalqning kelajakka ishonchiga jiddiy ta'sir qiladi. Ichki ishlar idoralarida korrupsiyaga qarshi profilaktik tadbirlar, o'quv mashg'ulotlari va maxsus hujjatlar qabul qilingan. Shuningdek, xodimlarning ijtimoiy himoyasi kuchaytirilayotgani va moddiy rag'batlantirish choralari ko'rilayotganini aytadi. Biroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi axborotiga ko'ra, 2021-yilda 91 nafar davlat xizmatchisi pora olgan. Ulardan 49 nafari rahbar, 8 nafari rahbar o'rinbosarlari bo'lib, eng ko'p poraxo'rlik ichki ishlar tizimida kuzatilgan. Bundan tashqari matbuotda ham ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining pora bilan qo'lga tushgani haqida bir qancha axborotlar e'lon qilingan. Jumladan 2024-yilning 28-oktyabr kuni Paxtachi tuman ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili pora olganlikda ayblanib 2 yil ozodlikdan mahrum qilingan. U tarkibida oltin zarralari bo'lgan toshlarni maydalovchi tegirmon ishlatgan fuqarodan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilgan tadbirlar haqida oldindan ogohlantirib turish va jinoiy javobgarlikdan qochish evaziga pul talab qilgan. Sud unga 210-modda bo'yicha jazo tayinlab 3 yilga mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilgan. Shuningdek, 2024-yil 2-dekabr kuni Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmatining kiberxavfsizlik bo'linmasi katta tezkor xodimi kartasidagi pulni o'g'irlatgan fuqaroning pulini kim yechib olganini aniqlash evaziga pora olgan vaqtida ushlangan. Karmanada yashovchi fuqaro plastik kartasidagi 62 million so'm pulini o'g'irlatgan. U ichki ishlar organiga murojaat qilganida, garchi bunday holatlarni fosh etish bevosita ularning vazifasiga kirsa-da, pulni kim yechib olganini aniqlab berish evaziga $600 so'ragan. Ayblanuvchi sudda aybiga to'liq iqrorlik bildirgan hamda sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon ekanini aytib, sudda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashni so'ragan. Sud hukmi bilan ayblanuvchi Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilishda aybli deb topilgan. Unga 2 yil ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlash huquqidan mahrum etgan holda 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-mart kuni Toshkentda pora olgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi jinoiy jazoga tortilgan edi. U ish yurituvidagi jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi shaxsdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llamaslik evaziga $500 olgan va tezkor tadbirda ushlangan. Tergovchi sudda pulni pora sifatida emas, balki ishini tez ko'rib bergani uchun rahmat sifatida berganligini aytgan. Biroq guvohlar, sud kimyoviy ekspertiza va boshqa dalillar uning aybini isbotlagan. Sud uni Jinoyat kodeksining 210-moddasi bo'yicha aybli deb topgan va unga 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan va 3 yil ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlash huquqidan mahrum qilingan. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.